Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana quritilgan go'shtlarni bozorga taqlayapmiz. Mana shu holatda bo'ladi ko'rinish. Quritilgan go'sht. Buni iste'moliga keladigan bo'lsak 15 gram ertalab ovqatdan oldik, 15 gram obedga ovqatdan oldik deyiladi. Kechga iste'mol qilinmaydi. Kechga iste'mol qilingani uyquni qochiradigan-da. Kunduz iste'mol qilingani uyquni yaxshilaydi degan. O'sha uchun kechga iste'mol qilinmaydi. Iste'mol qilingandan qanday faqat me'yordan ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Keyin buni mumkin emas degan joylari ham bor. Mana yosh bolalarga mumkin emas, 3 yoshdan pastiga. Keyin homilador ayolga mumkin emas, emizikli ayolga mumkin emas. Temperatura qilib turganda mumkin emas. Keyin qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Keyin oshqozonda, gemoroyda qon kelib turgan paytda mumkin emas. Atak gemoroyi bor yoki oshqozonda yarasi bor, qon kelmagan paytga iste'mol qilsa foydasi bor, naborat tuzatishga foydasi bor o'shani. Keyin ayollarimiz fayz ko'rganda mumkin emas. Atak boshqa kasallarga hammasiga to'g'ri keladi, faqat me'yori bilan. Me'yordan ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Shu aytilgan 15 gram ertalab, 15 gram obedga. Undan kam iste'mol qilsa ham bo'laveradi. Faqat ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Agar ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa qanday ta'sir bo'lishi mumkin? Mana davllar ko'tariladi degan, ko'ngil aynish, yurak tez urib qolishi mumkin deyilgan. Ishni suraveradi deyilgan. Diariya. O'sha uchun me'yorga juda e'tiborli bo'lish kerak. Boshlanishiga ham hozir 15 gram deyapmiz, boshlanishiga ilojim bo'lsa 15 gramdan kam miqdorda 15 gramni 2 ga bo'lib iste'mol qila boshlash kerak. Chunki tana hali tonimaydi-yu organizm. Shunga asosdan moslashib borsa, keyin 15 gramga yetib olsa ham bo'laveradi. Sal kamroq bo'lsa ham doimiy iste'mol qilish kerak, tanaga doimiy tushib turishi kerak bu mahsulot. Mana og'doqlarga iste'mol qilganda sal e'tiborli bo'lish kerak. Mana iloji boricha oq nonni qisqartirish kerak yeyishda. Oq nonni sabab nimaga? Oldin eski paytda ham unlar bo'ladi, birinchi sort, ikkinchi sort, ular tarkibida kepak bo'ladi. Bu hozirgi vesorlar tarkibida umuman kepak yo'q. Bu kraxmoli ko'p. Mana odam yegandan keyin oq non bo'ladimi, oq nonga bo'lgan mahsulot bo'ladimi, ichakda gipsda qotib boshlaydi deyapti. Yoki uyda xamir qilib yeyadigan bo'lsa, bozordan kepak sotib olish kerak. Har xamirga bir kosa ziyodroq qo'shib yuborib, kepak aralashtirib uni pishirib yursa ham bo'laveradi. Kepak juda bir yaxshi narsada ishni tozalashga. Boshqa kasalliklarda ham e'tibor qilish kerak. Mana sahrda ham, davlinada ham nonni kam yesangiz o'z davlinlar o'zi normal kelaveradi. Nonni qisqartirish kerak. Kechki ovqatda ularsa qarang tushdan oldin yeb olish kerak. Kechki ham ularsa harakat qilish kerak o'zimda non yemaslikka. Odam unday osh qolib ketmaydi yemagan bilan. Hozir o'zim yemayapman-da non. Kechasi osh qolib ketadigan bo'lsa, olma yo bir iliq suv ichib qo'ysa ham ochqoqni bosadi. O'sha uchun e'tibor qilingizlar o'sha narsaga. Mayli, kamchiliklar bo'lmasa uzr. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozsin kommentariyaga, javob berishga harakat qilamiz. Mayli, sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Yaxshi kunlarda uchrashaylik.